biz O'zbekiston qishloq xo'jaligi sohasining faxrli nomlaridan biri O'zbekiston qahramoni Andijon paxtachilik akademiyasi asoschisi Siyosatxon Abdullayeva hayoti va faoliyatiga nazar tashlaymiz. U 1940-yil 5-noyabrda Andijon viloyatining Oltinko'l tumanida oddiy dehqon oilasida tug'ilgan. Yoshlikdan mehnatsevar, tirishqoq, o'qishga ishtiyoqmand bo'lgan. Siyosatxon opa o'rta maktab tugallagach, o'z hayotini qishloq xo'jaligi bilan bog'lashga qaror qiladi. U Andijon paxtachilik universitetida tahsil olib, o'z bilimini amaliyoti bilan uyg'unlashtira olgan paxtakor mutaxassis sifatida shakllanadi. Mehnat faoliyati 1959-yilda namunali shirkat xo'jaligida oddiy ishchi sifatida boshlagan. Ammo mehnatsevarligi, bilimga chanqoqligi va tashabbuskorligi tufayli u tez orada ilg'or mutaxassislar qatoriga kirgan. Yillar davomida u nafaqat o'z xo'jaligini, balki butun Andijon viloyatida paxtachilik maktabini yaratdi. Bu tajriba keyinchalik Andijon paxtachilik akademiyasi deb nom olgan va ko'plab yosh dehqonlar, mutaxassislar uning tajribasidan saboq olishgan. Siyosatxon Abdullayeva o'z mehnati bilan paxtachilikda yuqori hosildorlikka erishdi. Yangicha agrotexnik usullarini tatbiq etdi. Dehqonlarga namunali rahbar bo'ldi. Uning fidokorona mehnati davlatimiz tomonidan yuksak qadrlangan. 2005-yilda Do'stlik ordeni bilan taqdirlangan. 2008-yilda esa mamlakatimizning eng oliy unvoni O'zbekiston qahramoni faxriy unvoniga sazovor bo'lgan. Siyosatxon opa hayotini har bir daqiqasini yurt ravnaqi, paxtaning mol hosili, xalq farovonligi uchun baxshida etdi. U 2018-yil 27-iyulda vafot etgan bo'lsa-da, uning nomi, mehnat namunasi, halolligi va vatanparvarligi bugungi kunda ham ko'plab qishloq xo'jaligi xodimlari uchun o'rnak bo'lib qolmoqda. Bugun biz Siyosatxon Abdullayeva kabi fidoyi ayollar mehnati tufayli O'zbekiston paxtachiligi dunyoda tan olinganini faxr bilan ayta olamiz. Uning ibratli hayoti har birimizga mehnatsevarlik, sadoqat va vatanga muhabbat saboqlarini beradi. Siyosatxon opa hayoti va mehnat yo'li haqida batafsil tanishmoqchi bo'lsangiz, Xo'jaobod tuman axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.